البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Ali, telefonda birisini chaqiryotidu. Kim ekanligini so'radingmi? Mahmud deydi. Mahmudmi? Uning bilan ko'rishkim yo'q. Meni sirtqa chiqib ketibdi deb qo'ygan. Sen uyda tursang seni qandaqmi yo'q deyalayman. Jiq gap qilmay, men deganda qilgin, bo'la. Unda qilolmayman. Yolg'on aytsam bo'lmaydi. Bu yolg'on gap qilganlik bo'lamda. Ha, seni deganing bo'yicha qilsam yolg'onchi bo'lib qolma. Ishni murakkablashtirmay tezdan men deganda qilgini. Ya, unda qilolmayman. Yolg'on aytish harom. Sen buni unutib qoldingmi? Qilmamsan? Men Alloh rozi bo'lmaydigan ishni qilolmayman. Xapsini. Qanday ahvolinglar bolalarım? Yaxshi, o'zingizchi buva? Allohga shukr. Men bu yaxshi turdim bolalarım. Buva, sizdan bir savol so'rsam bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Qani so'rg'in qizim. Birisiga bir aylandan telefon kelsa, telefon kelgan kishi boshqa birisiga meni uyda yo'q ekan deb qo'yg'in desa, bu yolg'onchilik kiramdi? Albatta qizim, bu yolg'onchilik bo'ladi. Allohga shukr, yolg'onchilik qilmadim. Nima ish bo'ldi qizim? Assalomu alaykum bova. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Qani endi aytqina qizim, bir ish bo'ldimi? Yo'q, bir ish bo'lmadi. Boyatinroq texi akamga bir telefon kelgan edi. U menga men uyda yo'q deb qo'ygan degandi. Men unimidim shu. Mush ish. Fatima, sen nima deyapsan? Men sana yolg'on aytqin demadim. Faqat menga yordam qilib, meni tanglikdan qutuldirib qo'ygan dedim. Chunki u bola bilan ko'rishkim yo'q edi. Ali, o'zingni besivol o'g'lim. Nim bo'lganini menga aldirmay aytib bergin. Chonsh yo'q bova, saboqdishim telefon qilibdi ekan. Uning bilan paranglashqim bo'lmag'achqa Fatimaga akam uyda yo'q ekan, sirtqa chiqib ketgan o'xshaydi deb qo'ygan degan edim. Hammishmish shu. Fatima deganimni qilmaganligi uchun uningga bek achig'im keldi. Demak, Fatima sening deganingni qilmadi, shundaqmi? Shundaq. Bunda qilsam yolg'on aytgan bo'laman deb unmadi. Seningcha bu yolg'onchilik emasmi? Meningcha bu yolg'onchilikka kirmaydi. Chunki men hech kimning ko'nglini og'ritmadim. Mahmud bilan ko'rishkim yo'q edi. Shunga uning ko'nglini og'ritmaslik uchun Fatimaga meni yo'q ekan deb qo'ygan degan edim. Qara balam, bu qilganing yaxshi bo'lmabdi. Fatima to'g'ri qilibdi. Ko'ngli xolamagan ishni deb yoki birisining ko'nglini og'ritmayman deb bo'lsa-mu, yolg'on aytishga bo'lmaydi. Islom dinimiz yolg'on aytishni cheklagan. Yolg'on aytsak Alloh bizdan rozi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalommi yolg'onchilik haqida bir hadisda mundaq degan: haqiqatan rostchilik yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Odam rost so'z qilaversa, Alloh taoloning dargohida rostchil deb tutiladi. Yolg'onchilik bo'lsa, gunohga boshlaydi. Gunoh do'zaxga boshlaydi. Bir odam yolg'onchilik qilaversa, Alloh taoloning oldida yolg'onchi deb tutiladi. Rostchil bo'lgan kishilarga Alloh taoloning dargohida mukofot berildi. Hammamizning jannatga kirgisi bor, shundaqmi Ali?
Biz uchun jannat eng cho'ng mukofot. Qani, endi aytqini, yolg'onchilik qilsak, bo'lamdikan, bo'lmamdikan. Bo'lmaydikan, bova. Rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Shunga mayli qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, yolg'on aytsak bo'lmaydi. Har vaqt rostchil bo'lishimiz kerak. Xatoligimdan savoq edib, buningdan keyin yolg'on so'zlamayman, bova. Alloh yordamching bo'lsin, bolam. Xo'sh, endi payg'ambarimizning hayotini so'zlab bersam qandoq deysizlar? Anglashqa bekmi taqozo bo'lib ketgan edim. Iymon etmagan mushriklar turli eskilikleri orqali payg'ambarimizga qarshi chiqqandan keyin musulmonlar buningga qarata qanday tadbir qo'llangandi deb o'ylabdiman. Aferin qizim. Voqelikni esingda yaxshi tutib olibsan. Yana kelib oxir qanday bo'lgandi deb qiziqib o'tibsan. Bek qiziqib qilyapman. Undaqda boshlaylarmiz. Iymon etmaganlar payg'ambar alayhissalomga to'xtamasdan har xil aziyatlarni yetkaziverdi. Abu Jahl kofirlarning katta beshi edi. Bir kuni payg'ambarimiz va sahobalar Ka'baning yonida namoz o'qiyotganda Abu Jahl xalqni quturtib namoz o'qiyotgan musulmonlarga hujum qildi. Ey Quraysh, ey Makkaliklar, Muhammadga ergashgan Makkadagi bu kishilar Ka'baning ulug'lig'ini ko'zga ilmay bu yerda namoz o'qimoqchi bo'lyapti. Bu kishilarning muqaddas Ka'baga daxl ta'ruz yetkazishiga qarab turamizlar. Albatta qarab turmaymiz. Ularning bu qilmishiga yo'l qo'ymaymiz. Ularni Ka'badan qo'g'lab chiqaramiz. Ha? Hamza payg'ambar alayhissalomning tog'isi bo'lib, Abu Jahlning payg'ambar alayhissalomga qarshi yomonlik qilayotganligini anglagan edi. Hamza haqiqatparvarligi va odilligi bilan mashhur bo'lgan. U shu yerda Abu Jahlning adabini berishga boshladi. Abu Jahl payg'ambarimizga aziyat yetkazib, uningga haqorat qilgan edi. Shundaqdimi payg'ambarimiz sabr qilib islom da'vatini davomlashtirmoqda edi. Hamza Abu Jahlning yoniga kelib, "Jiyanimni haqoratlashga qandoq petinyapsan? Uni urmoqchimisan tag'i? Menmi Muhammadning diniga kirdim. U nima desa, men uni qo'llayman." deb o'qiyasining uch tarafi bilan Abu Jahlning bishiga urdi. Abu Jahlning bishi qonab ketdi. Hamza, "Nochi bo'lsang Muhammadni yana bo'zaq qilib boqmamsan" dedi. Bu vaqtda Abu Jahl bir narsa deyishga petinolmay, u yerdan ketib qoldi. Qurayshning palvoni Hamzaning musulmon bo'lib Muhammadga ergishib ketadiganligini hech kim o'ylabmi baxmagan bo'lg'aydi. Biz musulmonlarga qarshi chiqib, ularga zarba bergan sari musulmon bo'lganlarning soni kundan kunga ko'payib zo'rayapti. Muhammad bu so'zlarni nerdan anglab keladigandu? Menmi bilmadim. O'qishni, yozishni bilmagan bir odamning shoir, notiqlarni hayron qoldirgudek darajada adabiy so'zlarni qilishi kishini o'ylantirdi. Adabiy so'zlar bo'lsa mayli to'g'ri. Nodon xalq bu so'zlarning Allohning kalomi ekanligiga ishonib qilyapti. Sirli kuch-quvvatga ega bo'lgan bu odamga endi qandoqmi tankilalarimiz kintang. Muhammad kishilarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatga kirsalar deb aldayotganligi uchun kishilar uningga ergishib ketyapti. Mushriklar payg'ambar alayhissalomga va uningga ergashgan har qanday kishiga qarshi edi. Ular har xil hiyla mikrlari orqali payg'ambar alayhissalomni yo'lidan qaytarishga urinatdi. Uning bilan munozirlashadi. O'zlari mat bo'lsa-mu, yana uni haqoratlab masxara qilishadi. Mushundaq munozirlarning birida mushriklar payg'ambar alayhissalomdan o'zining so'zlayotganlarini isbotlash uchun dalil ko'rsatishini talab qildi. Payg'ambar alayhissalom ularning aziyatlariga pisandmi qilib qo'ymaydi. Hammaga sabr qilib o'tkazib o'tadi. Chunki Makka mushriklari jahil va tarsa kishilar bo'lib, Alloh ularga qiyomat kunigacha kuchga ega bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم. Abu Cahil ko'rinmaydi-ku, nega ketdi? Qara, ana ovi yerda. Qo'liga tosh ilib opdi-ku. Qo'liga tosh ilib Muhammad bajoyiga ketib o'tibdi-ku. Abu Cahil, to'xta deyman. Sen zodin nima ish qilyapsan? Nima bo'lganda? Boshqachilik ko'rindi. Cho'qim bir ish bo'pti. Uni majlis xolimizga olib boraylik. Nima bo'lganda? Boshqachilik ko'rinadi-ku. So'ramag'in, g'alati bir maxluq ko'rdim. Muhammad Ka'baning oldida sajdada edi. Beshiga tosh bilan uray deb tursam, oldimga bir bo'g'ri to'gi paydo bo'ldi. Umrimda bu suratlik to'gini ko'rib boqmagan edim. Men Muhammadga yaqinlashgan sari u meni yevtirgandek oldimga keldi. Qo'rqib qechib keldim. Bakli qo'rqib ketdim. Ey xaloyiq, quloq solinglar. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilib boqdik, ammo Muhammad va agash kuchlarini to'sib qololmadik. Ularni yo'lidan qaytira olmadik. Ularning qilmishi aromimizni buzdi, ma'budlarimizga haqorat qildi. Ular bilan to'xtamay qarshilashdik. Hatto yurt cho'lari ularga mol dunyo berganligini aytdi. Lekin ular buni qabul qilmadi. Bunga parvo qilmay, o'zining bilginini qilishyotdi. Oxiri biz, ya'ni men, Umayya, Abu Sufyan va Mughira har qaysilardan Muhammadga qarshi turish haqida maslahat olish uchun sizlarni bu yerga chaqirdik. Umayya quli Bilalning adabini bergandek, biz Muhammadning adabini obdan bir berib qo'ymasak, bo'ldi qilmaydigan o'xshaydi. Shunda qilaylik. Mush yerda o'tirganlardan kimning qul chakarlari Muhammadning so'zini anglab, uningga agassa, shu qul chakarlarining toza adabini berdiganligiga va'da bersin. Qulluqdan azod qilingan qullarni qanday qilamiz? Hammasi jazolanishi kerak. Xo'jayinlardan tayg'in yesa, ondan Muhammadning yo'lidan qaytishidir. Qarindishim, sabr qilgin. Ya shahid bo'lamiz, ya haqiqatni namoyon qilamiz. Alloh biz bilan billa. Payg'ambarimiz yinimizda. Tunigun texi payg'ambarimiz oramizda o'ltirgan Yasirga sabr qilgan, sabr qilishning mukofoti jannatdir degan edi. Ular bizni bakmi qiynayotdi. Alloh taoloning munu oyatini aslanglar. Alloh ishlarimizni oson qiladi. An kafara billahi min ba'di imanihi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Yuqoridagi oyatlarga asosan biz majburlash ostida og'zimizla iymondan yonganligimizni bildirganligimiz uchun buningga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Chunki qalbimiz mustahkamdir. Ture, seni cennetinge yolgu sep koyay, onu bağlanla. Mana mavi ilahimizga iman et. Allah'a iman etmen. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Allah'ın güçlük bu ya ki bizden mebudlarımız mı? Sana bir bildirip koyay. Mana emse. Ot yakıp tayyar kıldım begim. Emdin oçılıqını bir körey. Qini qançılık çidaysan ken, bunun putqulunu yişip, otqı qaqlanla. Allah halısa, əti sizlərgə bu vəqənin axirini və yekigani Allahqa işengen musulmanlarının qandaq azab uquvətki yoluqqanlığı doğrusidiki vəqəlikni eytib bermən. Əmdi, əmimiz birlikdə namaz peşini oquyli.